Shakar organizm uchun juda ham zararlidir. O'zimiz to'ysak ham ko'zimiz to'ymay yeyveramiz. Oshqozon 4 litrgacha kengayish xususiyatiga ega. Oshqozon o'ziga kerakligini oladi va undan ortiq inson uchun. Shuning uchun kam-kamdan yeyish kerak. Bejizga aytilmagan, o'sha siz bilan boshida gaplashganimizda oshqozon o'ziga kerakligini oladi va undan ortiq inson uchun. To'g'rimi? Me'yoridan ortiqni. O'zi bor yo'g'i oshqozonimiz 500 grammgina ovqat sig'dira oladi. 500 grammgina ovqat sig'dira olsa, lekin biz buni to'y hashamga borganimizda qancha yeymiz yoki mehmondorchilikka borsak qancha iste'mol qilamiz? O'zimiz to'ysak ham ko'zimiz to'ymay yeyveramiz. Oshqozon 4 litrgacha kengayish xususiyatiga ega. Oshqozon mushakli organ, u kengayib boraveradi. 4 litrgacha kengayadi. Qanday? Siz har doim o'sha 500 grammgina, o'sha bir mana shu ikkita kaftingizga siqqan ovqatingizni iste'mol qilishingiz mumkin. Aslida nonushtangiz, tushligingiz va kechki ovqatingiz. Orada olma yesangiz shu bitta olma kaftingizga sig'adi, to'g'rimi? Mana shuncha ovqat sig'dira olasiz. Bu muncha emas, mundoq emas, bu aynan mana shuncha ovqat sig'dira olishingiz kerak. Oshqozon shunchani qabul qiladi. Undan ortiq organizm uchun. Buni aynan o'sha suyuqliklar bilan yoki ko'p birinchi ovqat, ikkinchi ovqat ustidan non yeymiz, ketidan shirinlik kesib yegan deb aytishadi. Ko'pchilik, to'g'rimi? Yoki tadbirlarda, tug'ilgan kunlarda ketidan tortlar, pirojnilar yeymiz. Lekin bilingki, oqsil bilan, ya'ni go'shtli mahsulot bilan shirinlik bu juda ham inson organizmiga, ya'ni shakar deylik, shakar organizm uchun juda ham zararlidir. Bular ikkalovi jamlanganda juda ham insonni hujayrasini darajasigacha ifloslantirib yuboradi va qarilikka olib kelishi birinchi sabablardan shu bo'ladi.